Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bosh og'riqlar videomizning ikkinchi qismi. Bugun ham ikkilamchi bosh og'riqlarining turlarini gaplashamiz va qo'shimchasiga birlamchi bosh og'riqlarini ham turlari va etiologiyasi, patogenezini gaplashamiz. O'tgan videoda biz ikkilamchi bosh og'riqlarini 3 ga bo'lib oldik, katta guruhlarga. Birinchi kalla suyak ichida massali hajm o'zgarishlarini gaplashib o'tdik. Epidural qon quyilish, subdural qon quyilish va subarachnoidal qon quyilishlarida. Yana qo'shimcha shu miya absessi, miya o'smalari gaplashdik, gipofiz adenomasini gaplashdik va shu gidrosefaliyani gaplashdik. Endi bosh miya tizimi patologiyalaridan esa meningit, cerebral vena sinusi trombozlarini gaplashdik. Yana arterial dissection, ya'ni arterial disseksiyani va oxirida shu idiopatik intrakranial bosimda oshishini gaplashib o'tdik. Yana ikkilamchi bosh og'riqlariga sabab bo'luvchi 3-chi guruh ham mavjud. Bu bosh miya tizimidan tashqari bo'lgan patologiyalar. Hozir shularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Undan keyin esa shu birlamchi bosh og'riqlarini migren, klaster va zo'riqish tipdagi bosh og'riqlarini gaplashamiz. Demak, ketdik. Endi shu bosh miya tizimidan tashqari patologiyalarni ko'rib chiqamiz. Bular ikkilamchi bosh og'riqqa sabab bo'ladi. Birinchi turi bu juda ham tanish bo'lgan bizda sinus bo'shliqlarining yallig'lanishi, ya'ni sinusitlar. Xo'p, sinusit. Bunda asosan peshana sohasida sinus bo'shliqlari mavjud va yuqori jag' yonoq sohalarida shu sinus bo'shliqlarining yallig'lanishi tufayli har xil yallig'lanishlar bo'ladi. Shunda sinusit kelib chiqadi. Bunda albatta birinchi o'rinda bosh og'riq bo'ladi va qo'shimcha isitma ham bo'ladi, isitma belgilari va yana rinoreya ham uchraydi. Rinoreya bu burundan suyuqlik oqishi doimiy. Bunda ko'proq jarayon yiringli rinoreya uchraydi. Yiringli rinoreya. Va eng muhim belgilardan biri biz shu sinus bo'shliqlarini palpatsiya qilganimizda bemorda og'riq paydo bo'ladi shu sohalarda. Palpatsiyada og'riq. Shu belgilarga qarab biz shu bosh og'riqqa sabab bo'luvchi sinusit deb olsak bo'ladi. Endi keyingi turi bu o'tkir yopiq burchakli glaukoma kasalligi ham mavjud. O'tkir yopiq burchakli glaukoma. Bunda nima bo'ladi? Bunda ham albatta birinchi o'rinda bosh og'riq paydo bo'ladi. Bosh og'riq. Lekin bosh og'riq ko'proq orbital sohada, shu ko'z atroflarida bosh og'riq bo'ladi. Orbital sohada og'riq. Bosh og'riq, orbital. Ikkinchi o'rinda ko'ryapsizlar, qizil ko'rinishda okulyar giperemiya ham bo'ladi, ko'rinib turadi bemorda. Okulyar giperemiya. Qizaradi ko'z oqlari. Xo'p, keyingisi demak bosh og'riq orbital, okulyar giperemiya va qorachiq kengaygan bo'ladi va ko'z olmasining o'rtasiga fiksatsiyalangan bo'ladi. Demak, qorachiq kengaygan va o'rtada fiksatsiya bo'ladi. Ya'ni qotib qoladi. Va oxirgi belgisi ko'rish ham pasayishi mumkin. Ko'rish ham pasayadi. Demak, bemorda bosh og'riq bo'lyapti, ko'proq orbitalda, okulyar giperemiya, qorachiq kengaygan va o'rtada fiksatsiya bo'lgan va ko'rish pasayapti. Demak, biz o'tkir yopiq burchakli glaukoma desak bo'laveradi.
Endi keyingisini ko'rib chiqamiz. Endi bosh miya tizimi patologiyalarining keyingi turi bu gigant hujayrali artrit deydi. İkinci nomi temporal arteriya artriti. Hop, demak, keyingisi gigant hujayrali arterit. İkinci nomi temporal arterit. Bunda nima bo'ladi? Bunda albatta birinchi o'rinda bosh og'rig'i bo'ladi. Bosh og'riq ko'proq temporal qismida bo'ladi. Chunki bu temporal arteritda shu temporal yuzaki temporal arteriyani vaskuliti yallig'lanish hisobiga shu joyda shu temporal chakka sohasida quloqni oldida og'riq bo'ladi. Bosh og'riq temporal sohada. Endi bu bosh og'riq ayniqsa bir belgi bor. Bemorlar masalan sochini shu temporal sohasini quloqning oldini taroq bilan taraganda og'riq kuchayishi mumkin. Shuni bilib olsak bo'ladi. Masalan, bemor aytadiki, sochimni taraganimda shu temporal sohada og'riq kuchayib ketdi deyishi mumkin. Shundan signal belgi bosh og'rig'ida. Yana bitta belgisi bu jag'ni oqsoqlanishi, ya'ni jag'ni kuchsizlanishi deyiladi. Bunda nima bo'ladi? Bunda bu temporal arteriya tashqi uyqu arteriyasining bir tarmog'i bo'ladi. Bu tashqi temporal yuzaki temporal arteriya yallig'lanishi vaskuliti hisobiga chayna mushaklariga ham qon yaxshi yetib bora olmaydi. Chayna mushaklariga yaxshi qon bormasa, chayna mushaklari tez toliqadi. Shu biror narsa ovqat chaynaganda bemor, birorta ko'p gapirganda shu jag'ni mushaklari tez toliqib qoladi. Demak, jag'ning kuchsizlanishi. Endi keyingi belgi bu yuzaki tashqi temporal arteriyaning yana bir tarmog'i oftalmik arteriya ham vaskulitiga yallig'lansa, qo'shimcha ko'rish buzilishi ham bo'lishi mumkin. Ko'rish buzilishi ham bo'lishi mumkin. Qachonki oftalmik arteriya ham yallig'lansa, vaskulit bo'lsa. Yana bitta belgisi bor. Bu temporal arterit ko'proq revmatik polimiyalgiya degan sistemali kasallik bor. Shu bilan birga keladi odatda. Ko'pincha shu bilan birga kelsa, proksimal qo'llar, ya'ni yelkalar, proksimal oyoqlarda mushaklari og'riydi. Shu proksimal qo'l va proksimal oyoqlarida mushaklari og'riydi, polimiyalgiya bo'ladi. O'zi bilasizlar, sistemali kasalliklarda juda ko'pida vaskulit ko'p uchraydi. Shuning uchun demak, revmatik polimiyalgiya bilan kechsa, proksimal qo'l va proksimal oyoq miyalgiya bo'ladi. Bu ham bitta belgi. Endi bu temporal arterit qanaqa qilib diagnoz qo'yamiz? Birinchi o'rinda qon tahlillarida ESR baland bo'ladi qon tahlilida va CRP baland bo'ladi. Bu ESR bu eritrotsitlarning cho'kish tezligi baland bo'ladi va CRP bu S-reaktiv belok baland bo'ladi. Bu yallig'lanish indikatorlari. Qo'shimcha oltin standart shu temporal arteritda tashxislashda oltin standart bu shu temporal arteriyani biopsiyasi bo'ladi baribir. Oltin standart diagnozda temporal arteriya biopsiyasi. Xo'p, demak, buni temporal arteritni tushunib oldik. Endi
Keyingi turi haqida gaplashamiz. Keyingi turi bu juda ham tanish bo'lgan uch shoxli nevralgiya. Demak, uch shoxli nevralgiya. Uch shoxli nevralgiyasi. Bunda albatta birinchi o'rinda bosh og'rig'i bo'ladi, ko'proq unilateral bo'ladi, ya'ni bir taraflama bo'ladi. Bunda ham ko'proq V2 va V3 sohalari ko'p nevralgiya bo'ladi. Demak, bosh og'riq unilateral, ya'ni bir taraflama ko'pincha uchraydi. Ko'proq V2 va V3 sohalarida, ya'ni yonoq va pastki jag sohalarida ko'proq. Keyingisi esa bu og'riqning turi ko'proq sanchuvchi, elektrsimon, chaqmoqsimon bo'ladi. Tok urganga o'xshab bo'ladi og'riq. Ya'ni og'riq turi sanchuvchi, elektrsimon. Bu og'riq oddiy teginishda yoki oddiy tish yuvganda yoki shamol shu yuzidan esib o'tganda ham kuchayishi mumkin. Oddiy teginishda og'riq kuchayadi. Keyingi belgi og'riq bir kunda 10 tadan 100 martagacha bo'lishi mumkin. Juda ham ko'p uchrashi mumkin. Og'riq xuruji 10-100 kuniga uchrashi mumkin. Xo'p, endi odatda MRT, KTlarda bu bosh miya norma chiqishi mumkin. Lekin ba'zida bu shoxli nevralgiyasining sababi superior cerebellar arteriya, ya'ni yuqori miyacha arteriyasini bu nervni qisishi tufayli har xil anevrizmalar bo'lishi mumkin. Shu hisobiga shu nervda kompressat hisobiga paydo bo'lishi mumkin. Bunda MRTda bu ko'rinadi. Ya'ni ba'zida MRTda superior cerebellar arteriya kompressiyasi. Ya'ni MRTda superior cerebellar, ya'ni yuqori miyacha arteriyasi shu nervni kompressiya qilish hisobiga shu nevralgiya paydo bo'lishi mumkin. Demak, shu bilan ikkilamchi bosh og'riq turlarini to'liq tanishib o'tdik, eng ko'p uchraydigan turlarini. Endi esa bu ikkilamchi bosh og'riqlar bilan sizlar aytib o'tdik, oqibati o'lim bilan olib kelishi mumkin, juda ham og'ir kechadi. Endi esa birlamchi bosh og'riq turlarini gaplashamiz. Ularning oqibati uncha o'lim bilan tugamaydi, ko'proq surunkali kechadi. Ular bilan sizlar migren, klaster bosh og'rig'i va zo'rg'ish tibbiy bosh og'rig'i. Hozir ularning turlari va etiologiyasi, patogenezini gaplashamiz. Nihoyat endi birlamchi og'riqlarga ham, bosh og'riqlarga ham keldik. Birlamchi bosh og'riqlarida demak turlari 3 xil bo'ladi. Birinchisini migren gaplashamiz. Hozir migren bosh og'rig'ini etiologiyasi va patogeneziologiyasini gaplashamiz. O'zi migren birlamchi bosh og'riqlarini tarqalishi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Ya'ni 100% aholida bo'lsak, taxminan 15% atrofida uchraydi migren ikkinchi o'rinda. Birinchi o'rinda o'zi zo'rg'ish tibidagi bosh og'rig'i uchraydi aholining orasida. Bu 85% atrofida juda ham ko'p uchraydi zo'rg'ish tibidagi bosh og'rig'i. Endi birlamchi bosh og'riqlari ichida eng kam tarqalgani bu klaster bosh og'rig'i, taxminan 1-2% aholi orasida uchraydi. Demak, migren ikkinchi o'rinda turadi. Xo'p, o'zi migren bosh og'rig'i migren bosh og'rig'ining etiologiyasi noma'lum, lekin bir nechta nazariyalar bor. Ko'proq genetik nazariyalar bor, ya'ni ma'lum bir kalsiy kanallarini disregulyatsiyasi hisobiga yoki shu kalsiy kanallarining giperaktivligi hisobiga migren paydo bo'lib kelib chiqadi degan nazariyalar bor. Endi migrenda triggerlari bor, ya'ni trigger degani bu migren bosh og'rig'ini xurujini hosil qiluvchilari, qo'zg'atuvchilari. Ularga qizil vino, qora shokolad, pishloq, bu oral kontraseptiv dorilar va albatta stressni bo'lishi bu
Buni triggerlari deyiladi. Yana qo'shimchasiga yana kuchli yorug'lik, kuchli hid, kuchli shovqinlar trigger bo'lishi mumkin yoki uyquni kam bo'lishi, ko'p og'ir mehnat, jismoniy mehnat yoki ko'p aqliy mehnatlar ham shu triggerlar bo'la oladi ba'zi bemorlarda. O'zi migren demak triggerlarni bilib oldik, etiologiyasini sal bo'lsa ham bilib oldik. Endi esa buni patofiziologiyasi qanaqa bo'ladi? Qanaqa kelib chiqadi bosh og'riq? Shuni gaplashamiz. Xo'p, demak, bu haqida patofiziologiyasi haqida ham juda ham ko'p nazariyalar bor. Ulardan eng ko'p tarqalgani cortical spreading depression nazariyasi, ya'ni yozib qo'yamiz. Cortical spreading depression, ya'ni cortical spreading depression degani tarjimasi bu shu qo'zg'alishni yarim sharlar bo'ylab tarqalishi. Ya'ni shu triggerlar natijasida shu triggerlar bo'ldi. Bundan keyin yarim sharning ma'lum qismi qo'zg'aladi va bu qo'zg'alish yarim sharning ma'lum qismidan boshqa qismlariga ko'chib yuradi. Masalan, ensa sohasi desak, shu ensa sohasida qo'zg'alish bo'ldi, boshlandi. Triggerlar natijasida shu qo'zg'alish yarim sharda ensasida paydo bo'lgan bo'lsa, sekin tarqalishni boshlaydi. Boshqa yarim sharlarga, tepaga, peshonaga tarqaladi bu qo'zg'alish deb qo'zg'alish, ya'ni depolarizatsiya qo'zg'alish tarqalishni boshlaydi boshqa yarim sharlarga, boshqa yarim sharning boshqa joylariga. Xo'p, o'zi migren ikki xil bo'ladi, aurali va aurasiz. Juda ham ko'p holatlarda aurasiz kechadi, lekin ba'zida aura bilan kechishi mumkin. Aura nima degani? Bu aura shu migren xurujini, bosh og'rig'ini paydo bo'lishidan oldin darakchi. Bemor o'zi qanaqadir belgilarga qarab, "Uje hozir menda boshim og'riydi" degan oldindan ayta oladi. Bu aura, bu belgi masalan ko'proq ko'zda paydo bo'lishi mumkin, ya'ni ko'z oldida mayda-mayda yulduzchalar paydo bo'lishi, ko'rishda xiralashishi, tuman paydo bo'lishi hisobiga aura paydo bo'lishi mumkin. Buni xo'p, aura eng ko'p tarqalgani shu aytib o'tgan ko'zdagi yulduzchalar, ko'z xiralashi, bu skatoma deyiladi. Skatoma. Aura. Aura aynan shu qo'zg'alishni yarim sharlar bo'ylab tarqalish davomida aura hosil bo'ladi. Aynan shu joyda aura bilan kechsa. Keyin ko'pincha bez aura kechadi. Xo'p, endi patofiziologiyada shu triggerlar, shu ma'lum bir og'riq retseptorlarini shu cortical spreading depression, ya'ni qo'zg'alishni yarim sharlar bo'ylab tarqalish davomida ma'lum bir og'riq retseptorlarini qo'zg'atib qo'yadi. Bu og'riq retseptorlarining ikkinchi nomi notsi-retseptorlar deyiladi. Aynan shu notsi-retseptorlar qo'zg'algandan keyin bu retseptorlar o'zidan ma'lum kimyoviy moddalar ishlab chiqaradi. Masalan, vazoaktiv peptid, ya'ni vazoaktiv peptid qisqartirib VP deb qo'yamiz. Vazoaktiv peptid yoki bo'lmasam shu retseptorlar CGRP, ya'ni kalsitanin genini regulyatsiyalovchi peptid moddasi ishlab chiqaradi yoki bo'lmasa yana bitta substance P, ya'ni P moddasini ishlab chiqaradi. Demak, triggerlar qo'zg'atdi, yarim sharlar qo'zg'alishni boshqa sohalarga tarqatyapti. Shu tarqalish davomida ma'lum bir og'riq retseptorlari qo'zg'alib, notsi retseptorlar qo'zg'alib, o'zidan vazoaktiv peptid, kalsitanin gen regulyatsiyalovchi peptid va P moddasi degan yallig'lanish induktorlari, ya'ni yallig'lanish stimulyatorlari moddalar ishlab chiqaryapti. Endi bu moddalar yallig'lanish induktorlari bizda bilamiz, semiz hujayralar, ya'ni semiz hujayralar mavjud. Shu semiz hujayralarini ta'sir qiladi, qo'zg'atadi. Bu semiz hujayralar juda ham yallig'lanishni kuchaytiruvchi, o'zidan gistamin va prostaglandininlarni ajratadi o'zidan stimullangandan keyin. Gistamin, prostaglandin.
Bu gistamin prostaglandinlar bilamiz, bu to'g'ri qon tomiriga ta'sir qiladi, qon tomirlarini kengaytiradi va ularni o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi, ya'ni yallig'lanishni kuchaytiradi. Ya'ni bu vazodilatatsiya, ya'ni qon tomirlari kengayadi va o'tkazuvchanligi oshib ketadi. Xo'p, endi lekin shu bazaktiv peptid, CGRP, substance P lar bevosita qon tomirni o'ziga ham ta'sir qila oladi. Bevosita qon tomirini kengaytirib, qon tomirlarida o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi bevosita, to'g'ridan to'g'ri. Ikki xil yo'l bilan, ham semiz hujayralar orqali qiladi, ham primoy ta'sir qiladi. Endi bu qon tomirlarda yallig'lanishi, shu kengayishi va o'tkazuvchanligi oshib ketishi neyrogen yallig'lanishga ham ta'sir qiladi. Bu neyrogen yallig'lanish, ya'ni nervlarni ham yallig'lanishga, qo'zg'atishga olib keladi. Aynan shu bilamizki, bosh, yuz, bosh va miya pardalarini ko'proq 5-juft bosh miya nervi innervatsiya qiladi. 5-juft bosh miya nervi. Aynan shu yallig'lanish bosh miyani, 5-juft bosh miya nervini stresseptorlarini qo'zg'atib, uni stimullaydi. 5-juft bosh miya nervi qo'zg'algandan keyin bu og'riq sezgisini to'g'ri bevosita uzunchoq miya solida joylashgan bosh miya, 5-bosh miya jufti nervi yadrosiga olib boradi. Bu yadrodan esa og'riq reseptorlari talamusga boradi. Talamus orqali esa bosh miya yarim sharlarini sensor markazlariga olib boradi va bizda shu boshdagi og'riqni sezamiz. Bosh og'rig'i paydo bo'ladi shunaqa natijasida. Demak, shu triggerlar qo'zg'atdi. Shu triggerlar shu yarim sharar bo'ylab tarqaldi. Shu tarqalish davomida notsi reseptorlar qo'zg'alib, o'zidan vazaktiv peptid, kalsitanin gen regulyatsiyalovchi peptid va P moddasini ishlab chiqarib, bu modda ham primoy qon tomiriga, ham semiz hujayralar orqali yallig'lanish keltirib chiqardi va bu yallig'lanish neyrogen yallig'lanish keltirib chiqarib, 5-juft bosh miya nervini ta'sirlantirib, og'riqni shu sensor markaziga yubordi va biz boshimizdagi og'riqni his qildik va bu bosh og'rig'i deyiladi. Bosh og'rig'i nazariyasi, cortical spreading depression nazariyasi bu. Endi yana bitta nazariyaga muvofiq organizmda serotonin moddasi bor. Serotonin moddasi, ana shu serotonin moddasini kam bo'lishi ham shu yallig'lanishni stimullar ekan. Serotonin miqdori kam bo'ldi va serotonin miqdorining kam bo'lishi qon tomirlarini kengaytirib, ularni o'tkazuvchanligini oshirib yuboradi. Natijada bu yallig'lanish neyrogen yallig'lanishga o'tib, 5-juft bosh miya nervi orqali og'riq yana markazga yuboriladi. Bu ikkala nazariyani bilish bu migrenni davolashda juda ham qo'l keladi. Keyingi videolarimizda shu patofiziologiyani yaxshilab bilib olinglar, chunki bizda davolashimizda juda ham qo'l keladi. Xo'p, demak, serotoninni miqdorini past bo'lishi va bu moddalarni ajralishi. Xo'p, migrenni demak to'xtalib o'tdik. Endi esa klaster bosh og'rig'ini etiologiyasi va patogenezini gaplashamiz. Endi esa klaster bosh og'rig'ini etiologiyasi va patogenezini gaplashamiz. Klaster bosh og'rig'i aytdik, 3-o'rinda tarqalish bo'yicha 3-o'rinda turadi. Birlamchi bosh og'riqlari ichida juda ham kam uchraydi, lekin juda ham ahamiyatli. Xo'p, bularni klaster bosh og'rig'ini kelib chiqishi triggerlari bu ko'proq chekuvchi insonlarda, qizil vino ichadiganlarda va ko'proq ayollarda uchraydi. Va albatta stressga ko'p tushganda ham shu jarayon kelib chiqishi mumkin. Bu triggerlari. Aynan shu triggerlar natijasida miyani, aynan gipotalamus, yashil turgan gipotalamus sohasi faoliyati buziladi. Gipotalamus faoliyati buzilgandan keyin esa faoliyati buzilgan gipotalamus parasimpatik tolasi kuchayib ketib qoladi. Parasimpatik tolasi faollashadi.
faollashgandan keyin esa bu o'z navbatida bilamizki, sfenopalatin tuguni bor, sfenopalatin ganglion, sfenopalatin ganglion faoliyatini oshirib yuboradi. Bu sfenopalatin ganglion esa o'z navbatida birinchi o'rinda ko'zda joylashgan ko'z yosh bezini faoliyatini stimullaydi. Ya'ni lakrimatsiya kuchayadi, ko'z yosh ishlab chiqarish kuchayadi. Lakrimatsiya. Va yana burundagi burun sekretlari, burun bezlari faollashadi. Burundan nazal sekretsiya kuchayadi. Nazal sekretsiya kuchayadi. Demak, shu triggerlar natijasida gipotalamus faoliyati buzilyapti. Parasimpatik tolalar faollashyapti. Parasimpatik tola orqali sfenopalatin tuguni faollashib, lakrimatsiya kuchayapti, ko'z yoshi ko'p ishlab chiqarilyapti, burundagi sekretlar ko'p ajralib chiqaryapti va qo'shimcha ko'zdagi qon tomirlarini ham bu parasimpatik tola kengaytirgani hisobiga, demak, ko'zdagi qon tomirlar kengayishi hisobiga vazodilatatsiya bo'ladi. Vazodilatatsiya bo'ladi va ko'zdagi qon tomirlari, mayda qon tomirlari kengayib, konjunktival giperemiya bo'ladi. Ya'ni ko'zni ichidagi qon tomirlari kengayishi hisobiga ko'z qizarib qoladi. Konjunktival giperemiya. Qo'shimcha bu qon tomirlar, barcha qon tomirlari shu sohada kengaygani uchun albatta shu neyrogen yallig'lanish ham kelib chiqadi. Qo'shimcha neyrogen yallig'lanish. Demak, lakrimatsiya kuchayapti, nazal sekretsiya kuchayapti, konjunktival ko'z qizaryapti va neyrogen yallig'lanish kuchaygandan keyin bilamizki, bosh miya pardalari, boshning yuz qismini bosh miyani 5-juft bosh miya nervi innervatsiya qiladi. Bu neyrogen yallig'lanish aynan shu bosh miyani 5-juft nervni qo'zg'atib faollashtirib, bu yallig'lanishda bu og'riqlarni 5-juft bosh miya nervlari o'z navbatida miya stvolidagi 5-juft bosh miya yadrosi orqali keyinchalik talamusga boradi. Talamusga bu og'riq reseptorlarni talamus orqali esa sensor markaziga og'riqni olib boradi bosh miyaga. Shunaqa qilib bosh og'rig'i paydo bo'ladi. Demak, ham bosh og'rig'i paydo bo'lyapti, ham ko'z yoshlanyapti, ham ko'z qizaryapti, ham burun sekretsiyasi kuchayapti bunaqa kasallikda, klaster bosh og'rig'ida. Shu natijasida. Endi bularni aytib o'tdik. Endi qo'shimchasiga shu triggerlar nafaqat gipotalamus faoliyatini buzadi, balkim gipotalamus yonida joylashgan mana to'rtburchak modda, ya'ni cavernous sinus devorlarini ham yallig'lantiradi. Cavernous sinus devorlari yallig'lansa, bilamizki, biz cavernous sinusdan aynan ko'z olmasiga boruvchi simpatik plexus o'tadi shu joydan. Shu joydan simpatik plexus ham o'tadi. Agar cavernous sinus devori yallig'lansa, aynan shu simpatik plexus ham yallig'lanib qoladi. Natijada Gorner sindromini qisman Gorner sindromi uchraydi. Ya'ni birinchi o'rinda bemorda o'zi simpatik nerv tizimi qorachig'ini kengaytirish kerak edi, lekin faoliyat buzilyapti yallig'lanish hisobiga. Bu yerda endi mioz bo'ladi, qorachiq torayadi. Mioz. Ikkinchi o'rinda simpatik tola bilamizki, yuqori tarzal mushakni yuqoriga ko'taradi, lekin faoliyat buzilyapti. Natijada esa ptoz bo'ladi.
Lekin Gorner sindromiga o'xshab bu yerda angidroz, ya'ni terlash buzilishi kechmaydi. Ya'ni angidroz bo'lmaydi. Angidroz bo'lmaydi. Ya'ni qisman Gorner sindromi deyiladi. Gornerda shu uchalasi ham bo'ladi. Ham miyoz, ham ptoz, ham angidroz ham bo'ladi. Lekin bu yerda shu terlash normada ketaveradi. Bemor terlay oladi. Xo'p, demak bilib oldik. Shu bosh og'rig'i bo'ladi, lakrematsiya bo'ladi, konnektival giperemiya bo'ladi va miyoz, ptozlar ham klaster bosh og'rig'ida qanday qilib kelib chiqishini ko'rib chiqdik. Endi esa eng ko'p uchrovchi zo'riqish tipidagi bosh og'rig'ining etiologiyasi va patogenezini gaplashamiz. Endi zo'riqish tipidagi bosh og'rig'i juda ham ko'p uchraydi, birinchi o'rinda turadi. Aholi orasida 85% gacha ko'p uchraydi. Xo'p, zo'riqish tipidagi bosh og'riq triggerlari. Triggerlar birinchi o'rinda bu perikranial va bo'yin mushaklarining taranglashishi. Ya'ni mushaklar taranglashishi. Ikkinchi trigger bu, demak, ikkinchi trigger stressni doimiy bo'lishi, yuqori bo'lishi, stressni bo'lishi. Uchinchi trigger bu, ya'ni organizmda suv miqdorining kamayishi, ya'ni degidratatsiya. Degidratatsiya ham sabab bo'ladi. Degidratatsiya. Va to'rtinchi trigger bu uyquning kam bo'lishi, ya'ni kam uxlash. Uyqu kam bo'lsa ham, vaqt kamroq uxlasa ham shu trigger bo'lishi mumkin. Endi shu to'rala trigger bo'yinda joylashgan va perikranial bosh atrofida joylashgan mushaklarni taranglashtirib qo'yadi. Natijada taranglashgan bu mushaklar yonida joylashgan qon tomirlar qo'zg'aladi. Bu qo'zg'alishda esa shu bosh va bo'yin sohasini innervatsiya qiluvchi 5-juft bosh miya nervi buni sezadi. 5-juft bosh miya nervi sezadi va bu og'riqni miya stolida joylashgan yadrosi bor. Bu 5-juft bosh miya nervini 5-juft miya stolida yadrosi bor. Yadroga olib boradi. Bu yadro esa talamusga og'riqni yetkazadi. Talamus orqali esa sensor markaziga og'riq boradi va biz zo'riqish tipidagi bosh og'riqni sezamiz. Demak, shu to'rala trigger shu bo'yin va bosh mushaklarini taranglashtirib, yonida joylashgan qon tomirini qo'zg'atib qo'yadi va qo'zg'algan qon tomiri esa 5-juft bosh miya nervi orqali markazga boradi va bosh og'riqni his qilamiz. Bu zo'riqish tipidagi bosh og'riq klaster va migren bosh og'rig'idan farq qiladi. Buni keyingi videoda bu birlamchi bosh og'riqlarini klinikasi va diagnoz qo'yishi va davolash videolarida batafsil gaplashamiz. Xo'p, demak, deyarli tugatib oldik. Agar bu zo'riqish tipidagi bosh og'rig'i vaqtida davolanmasa, tobora markaziy sezuvchanlik kuchayib boradi va og'riq tobora kuchayib boradi. Shuning uchun buni vaqtida davolash kerak va surunkali turiga o'tkazib qo'ymaslik kerak. Demak, do'stlar, shu bilan videomiz yakunlandi. Sizlar bilan birgalikda ikkilamchi va birlamchi bosh og'riqlarining turlari va ularning patogenezi haqida gaplashdik. Keyingi videolarda esa shu birlamchi bosh og'riqlarini klinikasi, ularga diagnoz qo'yish va davolash haqida gaplashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.